5 etajli bedana qafasimiz. Hop, mana ko'rib turganlaringdek eshiklariga o'zgartirish kiritganmiz. Bu ham avtomat. Hop, paylkalari mana har bitta devorga qo'yamiz. Bakostenkada bunisida ham bo'ladi. Remont qilgan oson, masalan 12 qo'lingiz yetmasligi mumkin edi-da, shuning uchun yoniga olib qo'ydik. Remont qilish uchun oson bo'lsin deb. Hop, yana yangiligimizdan mana bunaqangi narsalar qo'shganmiz. Yem yeyotgan mahalda xullas axlatib pastiga tushmasligi uchun. Har bittasida bor mana. Shu to'sib olib lentaga tashlaydi axlatni. Mana bunda tagida lenta turadi. Shuni hisobidan bu tomonga tushmaydi. Sifati ham o'ta chiroyli chiqdi, zo'r chiqdi. Ozgina o'zgartirish kiritdik. Va bo'yini ham ozgina qo'shib qo'ydik. Ekonom qilmadik, bu havo zo'r aylanishiga ozginadan katta qildik. Oldingisi bo'yi 1.95 edi. Buni bu 210 sm qilib qo'ydik. Xullas, обычный bedana qafasdan 5-6 sm katta. Masalan, mana aytdim 17 ga zavodskiy standartlar 25 ming shunaqa bo'ladi. Hozir bizda 27 ga 20 даже 20 dan ham kattaroq. Işte bu havo zo'r aylanishi uchun ozgina qo'shib qo'ydik. Eshiklari ham to'liq bo'lgan. Ola param so'yib kelib yeyapti. Ekranda nomerlar qoldiraman. Qanaqa savollar bo'lsa telefonda javob beramiz. Telefon qilinglar.